lekin ingichkaligi menga juda ham yoqdi. Telefonda borligi ham bilinmayapti. Bu chexolning narxi $55. Mana bu yangi chiqqan pitaka chexol iPhone uchun. Bu yangi rubrika, chexollarni ham obzorini qilamiz va hozir mana shu chexolni iPhone ga taqib ko'ramiz va iPhone da qanaqa turadi, xunumi, chiroylimi va bu pitaka chexolda qanaqa qulaylik tomonlari bor, plyus va minuslarini sizlarga hozir ko'rsatib va aytib o'tib ketaman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. Bu chexol karbon, 100% top-toza karbon va yuziga aramid fiber yozgan, ya'ni aerokosmik samolyotlar va harbiy bronzitlan materiallari mana shu chexolga ishlatilgan. Hozir sizlar bilan ochib ko'ramiz. Mana ko'rinishi va ko'k rangini ham ochib ko'ramiz. Mana buni ko'rinishi va qora rangini ham ochib ko'ramiz. Qora rangini ham ochib ko'ramiz. Hozir endi sizlar bilan mana shularni hammasini iPhone 16 Pro Max ga taqib ko'rsataman. Birinchi bo'lib qorasini ochib ko'ramiz. Ko'rinishi juda ham zo'r. Hozir iPhone 16 Pro Max ga meni taqib ko'raman. Lekin ingichkaligi menga juda ham yoqdi. Telefonda borligi ham bilinmayapti. Xo'p, kamera ободоклari metallический. Telefonni qo'yganingizda kamerani to'z защита qiladi. Mana temir ekan, metallический va yon tomonlari ochuv, mana ko'rayotgan bo'lsanglar va ingichkaligiga ahamiyat beringlar. Juda ham ingichka, telefonda borligi ham umuman bilinmayapti va mana bunaqa joylarni, kolonkalarini bekitib turar ekan, yopishib turar ekan chexol. Oldingi pitakalar tepa tomoni ochuv bo'lardi. iPhone 16 modellari uchun endi tepasini ham yopib qo'yishibdi. Endi mana bunisini taqib ko'ramiz. Bu chexolning nomlanishi Sunset bo'ladi. MagSafe'lari bor. Ofitsialniy Apple dan ruxsatnomasi bor MagSafe. Mana ko'rinishi va 16 Pro Max ga taqib ko'ramiz endi. Telefondan chexolni olib yechayotganingizda telefonning eng asosiysi yon tomonlarini qirib yubormaydi. Mana shu chexol. Bu ham juda ham ingichka turar ekan, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Va ko'rinishiga o'ziga bitta baho berib qo'yinglar. Va yechilishlari ham juda ham oson ekan. Oldingi pitakalar bilsanglar juda ham qiyin edi yechilishi. Ana endi 3-ko'k rangini taqib ko'ramiz. Bu ham nomlanishi Sunset bo'ladi. Pitakani originalligini siz bilmoqchi bo'lsangiz, iPhone da NFC bor. Orqa tomoniga pitaka yozuviga telefoningizni tep qismini olib borsangiz, mana sayt chiqib keladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, sayt chiqib keldi. Endi pitaka.com sayti chiqib keladi. Bu ofitsialniy original pitakaligini bildiradi. Mana shu orqali siz original pitakaligini bilasiz. Agar original bo'lmasa, lux kopiya bo'lsa, unda hech qanaqa sayt chiqib kelmaydi. Mana shu orqali originalligini aniqlasangiz bo'ladi. Hozir ko'k rangini ham taqib ko'ramiz bunga. Mana pishadi. MagSafe uncha-munchaga mana chiqib ketmayapti ko'rayotgan bo'lsanglar. Shaxsan menga mana shu pitaka chexollari yoqdi. Juda ham ingichka turadi, ya'ni tonki turadi. Telefonda borligi ham bilinmaydi, ya'ni telefonni bez chexol ishlatib yurganga o'xshaysiz. Va plyus tomonlaridan bittasi bu juda ham baquvvat va ranglari uncha-munchaga ko'chib ketmaydi. Buni minuslariga keladigan bo'lsa, bu chexolning narxi $55. Qimmat, to'g'ri. Lekin yana minuslari yon tomonlari ochiq, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yon tomonlari ochiq va telefonni cho'nchaga tiqqaningizda ba'zi paytda yon tomonlarini qirib yuborishingiz mumkin. Ba'zi bir modellarda qo'lli izi qolib ketib qolar ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'lli izi, dog'lari qolib ketib qolar ekan. Ba'zi bir modellarda shunaqa, ba'zi bir modellarda yo'q. Lekin chexol juda ham yaxshi, skromniy turadi, juda ham tonki turadi, lekin narxi qimmat, $55 boya aytganimdek. Sizga yoqqan bo'lsa, shu chexol bitta like bosib qo'ying. Bu yangi rubrika edi. Mana shu yangi chexollardan boshlagim keldi va boshqa chexollarni ham sekin-sekin men obzor qilib boraman. Arzon chexollarni ham, sredniy klassdagi chexollarni ham, premium klassdagi chexollarni ham sekin-sekin obzor qilib boraman. Siz esa qo'llab-quvvatlang, like bosing, kommentariy yozib qoldiring, o'zingiz fikringizni bildiring va mana shu videoni boshqa iPhone ishlatadiganlarga ham jo'natib qo'ying. Agarda shu chexol sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, profil atmetga qilib qo'yaman. O'zimning onlayn magazinim bor. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Boshqa do'konlarga qaraganda arzonroq.